mandan keyin bo'lgan ishlar haqidagi hamma ma'lumotlar, hamma odamlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ib tayyor qilib qo'yganman. Juda ham katta faktlarim bor, juda ham seriozniy faktlarim bor qo'limda, juda ham xunuk narsalar bor ekan meni qo'limda. Men u narsalarni hozir predostavit qilsam, xalqqa, internetga video murojaat bilan chiqib, aql bilan hammasini zo'r chotki qilib tayyorlab qo'yganman. Bu material, qo'limdagi material agar chiqadigan bo'lsa, bu juda ham xunuk ish bo'ladi. Juda ham sharmanda ishlar bo'ladi. Juda ham noto'g'ri bir g'alati holatlar bo'ladi. Bunda men faqat yutaman, men hech qanaqa minusga kirmayman bu ishda. Minus faqat shu insonlarga bo'ladi. Shunda просто start desam bo'ldi. Men bu zato men dokazat qilib qo'ydim kimligim. Mana deb turib, keyinchalik u qilib bo'lganimdan keyin hali dalshi punktdan bitta payetap qiladigan ishlarim ko'p mana bu temada. Chunki meni уже zatragili qilib bo'ldi-da, nosik joyimni. Ben dokazat qilib qo'yaman ham. Men bu yo'limdan to'xtamayman, meni hech kim to'xtata. Assalomu alaykum rahmatulloh. Hozirgina eshitganimiz o'zicha Allohga urush e'lon qilgan Botir Qodirovning gaplari va o'zi aytganidek, meni hech kim bu yo'ldan to'xtata olmaydi. Aql bilan tayyorlaganman, deyapti-ku. Daraxat Qo'shnoqchidagi Shavkat Mirziyoyevning jiyani sudini qo'rqitganligi haqidagi video yoki kechagi Saida Mirziyoyevaga qilgan videomni suddan eshitsalaringiz, daraxat bu juda ko'p narsalarni avvaldan tayyorlagan. Lekin buni yo'lida bitta men Allohning lashkari turishimni bu bilmagan. Alloh o'zi Qur'onda aytgandek, men makkorlarni makkoriman deganidek, Botir Qodirov aynan insoniyatga qarshi bordi, odamiygarchilikka qarshi bordi, ya'niki insoniyat tarixida hech kim hech qachon o'likni sud qilmagan, o'ziga javob bera olmaydigan. Men bo'lib Botirning 8 etajli yolg'onlarni hammasini fosh etib berganman va mana shu gaplarni gapirayotgan uni yolg'onchi advokati Aziz Polvonov kecha men sal asabda ko'p joylarda Oliy sudning raisining o'rinbosari, aynan o'rinbosar so'zini men tashab o'tganman, ba'zi joyda aytganman, ba'zi joyda yo'q. Shuning uchun mana shu Polvonov Oliy sudning raisining o'rinbosari va buni markaz ham tasdiqlagan. Advokat kimligini men aytay, advokat Oliy sud raisining kotibining ukasi bo'ladi. Shuning uchun mana bu eshitayotganingizdek, bular bir-biriga qarindosh va Aziz Polvonov aytganku, hali tirikligida harakat qilgan. Daraxat mana bu videoda ko'rayotganingizdek, o'sha paytlarda Shamsuddinov degan advokat bo'lgan. Botir har xil raslatlarni ko'rgan va endi men sizlarga hozir Oliy sudda bir jinoiy guruh ishlayotganligi haqida endi men sizlarga yana bir marta tushunarli tilda taqdim etishga harakat qilaman. Botir Qodirovning Sherali Jo'rayev rasmini biz taqdim qilganmiz. Keyin chunki hali Nurmatov men buni otasiman deb haligi bergan, ariza bergan. O'shandan keyin sud bular ota bolami yoki amaki jiyanmi degan savol qo'ygan ekspertizaga. Keyin hujjatlar qalbakilashtirilmagan, hujjatlar yo'qotilgan. Jo'rayev sudda Botir Qodirovni otasiman degan da'voni qilgan. Markaz o'sha payt mana bu aboshkalarni chiqargan. Markaz TV aynan o'zi chiqargan bu narsalarni va Botir Qodirovni onasini hamma qoqib yurganligi haqida mana bu aboshka ham bor, ko'rayotganlaringizdek. Shuning uchun mana bu Polvonovlar oilasiga bular haromxo'r. Chista haromxo'rniki, faqatgina haromxo'rlar mana shunaqa ishlarni qila oladi. Botir Qodirov o'zicha umni bo'lib rollarni ma'lum miqdorda taqsimlagan va aynan nega bu Aziz Polvonov bunga advokat bo'lganini hisobi oson. Ko'p joyda ko'rdik mana shu yillar davomida. Qo'lga tushsa faqat hokim emas, zam hokimlar qo'lga tushadi, to'g'rimi? Poralar bilan faqat zam hokimlar yoki sudyaning yordamchisi mana shunaqalar poralar bilan tushadi, to'g'rimi? Endi Oliy sudda o'tirganlar tabiiyki o'z qo'li bilan pora olmaydi. Ana endi maholiga kelgusida bugun o'sha shunaqa ma'lumotlar kelib tushyapti. O'sha paytda men aytganman bu narsani. Hozir bular mana shunaqa deylik, Sherali Jo'rayevning dushmanlari hammasi bitta bo'lgan. Botir Qodirov bu yerda faqat situatsiyadan unumli foydalanishga harakat qildi. Aynan mana shunaqa sudlarda eshityapsizlar, yo'qolgan dokument bilan ish ko'rilyapti. Barcha mana shu videolarni ko'rayotgan Botir Qodirovning yonini olayotgan insonlarga ham savol. Siz dokumentingizni yo'qotgansiz. Bankka boribmi, masalan, deylik Rossiyadan perevodmi yo zarubejdan perevod keldi, chetdan kelgan. Pulni beringlar desalaringiz, bankdagi xodim so'zingizga ishonib beradimi yo dokument baribir so'raydimi? So'raydi-ya, to'g'ri. Yo'inki masalan uy bobosining nomida, bobosi avvallari o'tgan dokumentlari arxivga bor deydi, u yoqqa bor deydi, bu yoqqa bor deydi. To hammasini yig'ishtirishga 1 yil, 2 yil odamlarning vaqti o'tadi va shundan keyingina biz aynan guvohi bo'lishimiz mumkinki, o'sha da'vogarlarga keyingi deylik o'sha meros o'tkazib beriladi. To'g'rimi? Ana endi O'zbekistondagi ma'lum bir mana shunaqa Oliy sudda o'tiradigan janob Polvonovga o'xshaganlar, mana bular chista jinoyatchi va bu jinoyatchilarga
juda xohlardimki, aynan xudo xohlasa ham Shavkat Mirziyoyevga bu haqida yotog'i bilan yana ot ido bu sipochkani tushuntirishga harakat qilaman. Va lekin qanday qilib birinchi galda fevral oyida mana yana bir marta qarorni ko'rsatyapman. Fevral oyida aynan Botir Qodirovning metrikasi yo'qolgan. Bu metrikaning yo'qolishidan ular ko'ruvchi tomon faqat Botir Qodirov, negaki Qodirov Sherali, Qodirov Dilbar Nabijonova yozilgan. Jo'rayevning asl ismi dokumentda Jo'rayev Shermat yoki mana masalan ko'p ko'ramiz Abror Muxtor Alining ham dokumentalniy ismi Abror Abduazimov. Va ko'pincha aynan xabarlarda, sudlarda aynan Abror Abduazimov deydi, to'g'rimi? Abror Muxtor Ali bu taxallus. Jo'rayev uchun ham bu taxallus bo'lgan, o'sha aynan Alisher Navoiyga o'xshashlik uchun. Shuning uchun ular birga yashaganda ota-onasi Botirning onasi hech bo'lmasa bilarmidi? Shu Jo'rayevning asl ismi Jo'rayev Shermatligini bilarmidi yo'qmi? Ko'rlar sudga barib boradi, to'g'rimi? Har xil aviabilet olishadi, poyezdga bilet olishadi. Juda ko'pda temurlik paytlarda part biletlar bo'lgan, boshqa prava ko'rishim kerak bo'lganmi? Ko'rish kerak bo'lgan. Ana endi Harokor Polvonovlar qo'ylasi. Senlarning padarlaringga la'nat. Aynan Aziz Polvonov bu ishga kirishi va bezbetlarcha mana shunaqa savollarga javob bermasdan hammasi birinchi instansiyada bor. Birinchi instansiyada ham sen paskashlar, sen paskudalar oilasi u ayol sudiyada asos yo'qligi uchun u hech qanaqa qaror chiqara olmagandan keyingina Botir Qodirov yana o'zicha yolg'on aralashtirib Shavkat Mirziyoyevning jiyani o'sha aytganimdek Alisher To'raboyning o'g'lini alda o'zicha mana shu tipa yana yig'lab, ular 100% aldagan, hissiyotiga o'ynab, keyin u olganda telefon qilib sudyani qo'rqitgan. Qaytaryapman, arizani qabul qilishda Oliy sudning непосредственно daxli bor, bez dokument, bez har narsa qonunchilikka tupurib, boshqa narsalarga tupurib arizani qabul qilishga faqatgina Oliy sudning haddi sig'ishi mumkin. Tem более Oliy suddagi jinoyatchilar. Mana jumlani diqqat bilan o'qing, haromxo'rlar. Botir Qodirov o'z tilida yozyapti. Sherali Jo'rayev tan olmaganligidan so'ng yozilyapti, to'g'rimi? Botir Qodirov o'z audiosida ham 40 minutlik men uni alohida yana tahlil qilib beraman. Sherali Jo'rayev uni tan olmaganligini o'zi aytyapti. Ana endi jinoyatchilar guruhi yangi O'zbekistonda yangi sudlardagi prosta sudyalar maskasidagi jinoyatchilarga, jinoiy turdagi savol. Sen haromxo'rlar, prosta o'zlaringni bu masala narxingni aytinglar. Mana shunaqa narxda xohlagan odamni uyini buzib beramiz, boshqa-boshqada. O'zbekistonda sud sistemasi butun bespredel. Mana bugun ham bir odam Toshkentda 23-yilda uy olgan va hozir yana boshqa soxta meroschi paydo bo'lgan. Mana shunaqa bespredel ketayotganiga haqida uni ham men ko'rsataman. Va men aynan o'sha paytlar chiqqanimda aytdimki, bu reyderskiy zaxvatga agar Botir Qodirov tomonidan qilinayotgan narsa, bu reyderskiy zaxvat va bunga yo'l ochib berilsa, bu katta jinoyatlarga yo'l ochib beriladi degandim. Xuddi shu narsa aynan hozirgi Oliy suddagi jinoyatchilarga Botir Qodirov arizasida yozyapti. Sherali Jo'rayev tan olmaganligini nima qilyapti? Sherali Jo'rayevni tan olmaganligini bilgan holatda arizada o'zi yo'qotib, lekin o'sha dalolatnomasida ham ikkita Qodirov bo'lgan joyda Jo'rayev familiya umuman yo'q u yerda. Bu qanday bo'lishi mumkinki, masalan, Saida Mirziyoyevani hech kim Saida misoliga Karimova demaydi-ku, to'g'rimi? Mirziyoyevning qizi bo'lgandan keyin Saida Mirziyoyeva deyiladi, to'g'rimi? Ikkita Qodirovdan Jo'rayev qanday hosil bo'lgan? Haligida qanaqa familiyada yurgan? Jo'rayev degan. O'sha Jo'rayev deb qanday tartibda familiya o'tganligi, Jo'rayev familiyasi o'tganligini bir ma'lumot bormi sizda? Yo'q. Chiqilgan metrikasida aynan familiya Qodirov bo'lganmi, Jo'rayev bo'lganmi, Jo'rayev bo'lganmi? Qanday ma'lumot shunday? Asakalarga aytyapsizmi? Bilmadim, qayerdan bo'lsa ham shu. Jo'rayev. Jo'rayevmi, Jo'rayev bo'lganmi? Hujjatlarda bor endi, men hozir islomiyman, Jo'rayev sizmi? Mana masalan, Siz Jo'rayevmi, ish hujjatlarida bor bu narsalar, metrikasi bor. Jo'rayevga Qodirov to'g'risida aniq ma'lumot hujjat qabul qila olmayapsiz. Mana aytayotganlar bilmayman deyapsiz. Agar siz oldingi narsalarni aniqlik bilmasangiz, Men taqdim qilmayapmiz, men bilmayapmiz deyapsiz. men sizga shu yerda hozir Bilmayapmiz deganimiz. Bilmayman deyapsiz-da, bilmayman deyapsiz. Mana aytyapsizki, zaksda ham u yoqda bo'lganini bilmayman, yo'qotilgan deyapsiz. Siz aniq fikr kelmasdan turib, zaks yo'qotilgan ekan. Yo'qotilmasdan turib, qayerdan mana himoyat shaxsi Jo'rayev marhum otasini bolasi degan fikr kelyapsiz, javob beryapsiz. Aniq joyda yo'q ekan, bilmas ekansiz, yo'qotilgan ekan.
Savolmi? Yo'q. Nega Sherali Jo'rayev Botir Qodirovni otasi demoqchi? Nima degan nima fikrda beryapsizlar? Fakt yo'q ekan, konkret Juda ko'p fakt bor, hamma faktlarni biz birinchi inson sudda shu hujjatlarga taqdim qilganmiz. Boshlandi, siz tushunmadingiz savolni. Boshlandi, hujjatlarda mana men qarang, Jo'rayev, Qodirov yoki bo'lmasa Bijo'rayev degan familiyalar yo'qotilganligini aniq savol berdim. Aytyapsizki, bormi, qayerda desam, uni bilmaymiz. Oldinga hamkasb bilan sud bergan savollarni ham, hurmatli sudimiz bergan savollarni ham aytdingizki, u yoqda nima yo'qotilganini bilmayman deyapsiz-da. Sizda aniq narsa yo'q ekan. Nimaga asoslanib da'vo beryapsiz? Qodirov, Jo'rayev degan savollar deyapman. Javob berib bo'ldimi? Yaxshi. Ha, eshityapmiz. Bu tupoy oddiy savollarga javob bera olmayapti. Savol beryapti, konkretni savol beryapti advokat. Qanday qilib siz bilmasangiz aytyapti. Metrikada qanday Jo'rayev paydo bo'lgan bilmayman deyapti. Mana shu bilmayman deb bizni sudlarimiz, oliy suddagi mana shunaqa aytyapman-ku, soxta qarorlar bilan savdo qilguvchi organizatsiya bu haqida tegishli javobini berish kerak. Prezident oldiga ham, xalqning oldiga ham va inshaalloh taala qiyomatda ham hali javob berasanlar. Sen jinoyatchi to'dalar, aynan mana shu Polvonov haromxo'rlar oilasi tem bo'lyapti. Shuning uchun ikkita Qodirovdan Botir qanday qilib Jo'rayevga aylangan? Kimdir shu savolga javob bera oladimi? Qanday qilib ota Qodirov, ona Qodirova, bola Jo'rayev bo'lishi mumkin emas. Ikkita Qodirov familiyada. Qanday qilib Jo'rayev familiya paydo bo'lishi mumkin? Oliy suddagi jinoyatchilar. Qanday qilib sizlar hech qanaqa dokument yo'q, Botir o'z tili bilan Sherali Jo'rayev meni tan olmagan deb turgan holatda Sherali Jo'rayev kamida 5-6 ta joyda meni ikkita o'g'lim bor, 3 ta qizim bor degan joyda senlar kabi jinoiy guruh qanday qilib sizlar qaysi hadlaringiz bilan sen sukalar, sen paskudalar mana shunaqa ishni qilib butun bashariyatda bo'lmagan ishni, jinoyat ishini, butun O'zbekiston davlatini insoniyat tarixida qaytaryapman, insoniyat tarixida, bashariyat tarixida, insoniyatni 5000 yildan ziyod tarixida bo'lmagan, musulmonchilikda bo'lmagan pastkashliklarni hech qaysi bir jamiyat o'ziga ravo qila olmaganini sen kabi aynan oliy sudda o'tirgan jinoyatchilar qaysi hadlaring bilan san sukalar, san paskudalar mana shunga yo'l qo'yib beryapsanlar. Xuddi shunday mana shu sudlardagi jinoyatlarga ko'z yumayotganlar. Endi bunday olib qarasak, soxta rasmlar taqdim etildi. Birinchisini biz emas dedi, ikkinchisini tan olibdilar. Shuning uchun paskuda Polvonovlar, senlar aynan paskuda senlar. Negaki bila turib original dokumentlar yo'q, va sudlarda hech narsa ko'rilmayapti. Na birinchi instansiyada, na apellyatsiyada, na taftishda va xuddi shunday men hozir ko'rsataman. Eski videolar kanalda yopilgani bilan ular hammasi menda turibdi. Xuddi shunaqa mana bu STga o'xshaganlar avvaldan ST bu safar ham aynan qaror chiqishidan oldin siz paydo bo'lib keldingiz, keyin bir apellyatsiya oldidan bir paydo bo'lib keldingiz, o'zi yana paydo bo'lib keldingizda. Bunday erkak bo'lib bir marta ovozingizni chiqaring. Eshitaylik bir. Hurmatli Botirchi, ST profildagi odam. Bir bormi bunday hamiyat, or-nomus bir eshitaylik. Taftish sudida ham yurgizasizlar, tamom bo'ldi. Sudga hal qilib qarori bor. Botir Qodirov Sherali Jo'rayev to'g'ri. Taftish sudida yurgizasizlar. Bilaman, uni siz bu yerda paydo bo'lishingizdan o'sha men uni hammasini bilaman. Siz Amerikani ochmadingiz. Sudlaringizni soxtaligi haqida hammasini tushuntirib beryapman-ku. Uni davlatdagilar ham o'zi biladi buni. Mana bu avvaldan aytibdim. Xuddi shunday birinchi qarorni mana holi 9-avgustda Rustam Botirning bolasi nima deb endi 16-kuni suddan keyin nima deb bahona qilasan? Yana voy yolg'on bular o'zlari sotib oldi, bu dersan hali. Senlar tugading qarochi. Har bitta shaxmatingga, har bitta xotingga, har bitta mat bor senlarga. Biz gapirib turmaymiz senlarga. 16-avgustda birinchi qaror chiqishi kerak edi. 16-dan 22-mi yo 23-ga qoldirildi, adashmasam. Ana shu yerda keyin DNK haqida ko'riluvdi va xuddi shunday undan keyin DNKni polniy puh и prach разоблачить qilgandan keyin, ya'niki DNKni o'zida amaki Botir Qodirov, jiyan Halim Nurmatov, mana shunaqa jinnilik, tupoylar, oliy suddagi haromxo'rlar, javob berasanlarni senlarni zahru marginga, millatingni sharmanda qilgan paskuda tvarlar, senlarni mana shunaqa haqorat qilish, senlar butun bashariyatda O'zbekiston degan davlatni sharmanda qilganlaring uchun men senlarni paskudalar deyapman. Xohlasang lingvistikaga ber, xohlasang nima qil. Lekin senlar paskudalar aynan o'zlaringga bir jinoyat guruh xohlaganingcha yo'qolgan dokument qabul qilib, Botir arizasida bir nechta jinoyat qilyapti. Birinchisi
onamning so'zlaridan Jo'rayev Sheraliga yozilgan degan. Sen haromiylarga savol. Qaysi Botirni metrikasida Jo'rayev Sherali yozilganligini ko'rdilaring, haromxo'rlar. Undan tashqari tan olmagan degan jumlani o'qiyapsanlarmi? Sen sukalar, haromxo'rlar to'dasi. Prezident aytgandek, senlar nima atomni reaktor izobretat qilyapsanlar? Birovni mana shunaqa merosini olib berishga, deylik mana shu bugungi odam menga murojaat qilgan, aytibdi, kvartira dedi $80,000 turadi. Tabiiyki $5-10,000 sudlarga xarajat qilsa agar, qolgan $70,000 makler bilan o'sha makler bilan soxta merosxo'rga qoladi. Bu yerda ham Sherali Jo'rayevdan juda katta meros bor. Aynan sen sukalar, paskudalar, Oliy suddagi jinoiy guruh, senlar aynan mana shunga o'zlaring ma'lum bir, bilaman, eng kamida 50 to 100 ming dollargacha. Men buni o'zimni aqlimni tanigan holda aytyapman. Sen qanchiqlarni stavkang eng kamida mana shunaqa. Shuning uchun Zahru Marginga mana shu narsani qilyapsanlar. Bir ayol sudyaga hech narsaga e'tibor bermaysan deb, prosta davlatning byudjetidan pulini xarajat qilib, soxta tomoshalarni bu yerda sudning oldida ko'rsatib, 3-4 ta har xil soxta amma, soxta nimalarni olib keltirib, mana shu jinoyatlarga hamma ko'z yumayapti. Hamma ko'z yumayapti. To'g'rimi? O'zbekistonda mana shunaqa qilib sharmanda qildingizlarmi? Bu kino olsa ham blockbuster, shunaqa bir shedevralniy kino bo'lardi-da. O'rtoq rejissyorlar, mana shu videoni ko'rayotganlar, o'ylaymanki, kimdaki mana shu soxta sudlarga pul tikaman desangiz, отвечаю, shunaqa zo'r serial bo'ladi, o'ylaymanki, butun dunyo ko'radigan serial bo'ladi. Shaxsan men o'zim ssenariysiga yordam beraman. Shuning uchun haromxo'r Oliy sudning sudyalari, senlarga savol, qaysi hadding bilan Botirni arizasini o'zida yolg'on fotosuratlar tarqalgan, hammasi yolg'on, birontasi original emas. Tan olmaganligini tan ola turib, yo'qolgan dokument bilan Tembole Jo'rayev Sherali yozilgan degan, u yerda Qodirov Sherali yozgan. Sherali Jo'rayevning asl ismi Jo'rayev Shermat bo'lgan holatda sandaqa tvarlar, maxluqlar, o'zbek millatini pazor qilgan haromxo'rlar qaysi asos bilan, qaysi mezon bilan arizani qabul qilib, budjet pulini xarajat qilib, Zahru Marginga oyliklarni yeb yurib, san marazlar, haromxo'rlar mana shunaqa narsalar qilyapsanlar. Qani soxta rasmlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilishi. Soxta rasm taqdim etdimi? Taqdim etdi. Arizada yolg'on bormi? Bor. Demakki, senlar jinoiy guruhga o'zlaring sherikmi senlar? Tan olasanlarmi jinoyatlaringni? Bir haromini, o'z millatingni faxri bo'lgan, o'zbek san'atini butun dunyoga taratgan, hattoki kosmosga taratgan Sherali Jo'rayevni sandagi tvarlar, Tembole ukasi kelib turib, Zulqimor Qodirovani qoqqanligini aytganda, to'g'rimi? DNK, Tembole sen haromxo'rlarda aql farosat bo'lsa, ozgina aytyapman. Допустим, даже просто потенциально Botir Qodirov bilan Shohjon Jo'rayev, допустим, sen haromxo'rlarni fikringcha agar aka-uka bo'lgan taqdirda, ha? DNKsi 50% chiqadi. Tushunasanlarmi? Negaki onalar umuman begona, boshqa faza bilan kirib keladi. Shuning uchun amaki jiyanlikda tvarlar 96 hech qachon chiqmaydi. DNKni ham senlar tan olmaganligingni bilaman. Lekin ketlaring jim-jim qildi. Lekin DNK shunaqa ishlaydiki, men avvallar ham aytdim. Aytdimki, misoliga bitta targovut sentrda pojar bo'ldi, 10 ta kishi o'ldi, 10 ta murdani, 10 ta qarindoshini topish kerak. Qaysi biri tog'asi, qaysi biri akasi, qaysi biri dadasi, qaysi biri onasi. Mana shunaqa paytda DNK kerak bo'ladi. Endi bu yerda san tvarlar bilasanki, Halim Jo'rayev, Yaqibi, Sherali Jo'rayevning ukasi, shuning uchun amakisi bo'ladi. Qaysi mezon bilan san haromxo'rlar aynan deylik, Halim Jo'rayev amakisi bo'lgan taqdirda, даже bu Sherali Jo'rayevning o'g'li degani emas. Lekin Botir Qodirov o'z tili bilan kecha aytdi-ku, amaki bachalarini chaqirmoqchi bo'lgan. Nimaligini Botirni o'zidan so'ranglarda, onasini asakani yarmi qoqib yurganligini hamma biladi. Shuning uchun Botir, men aql bilan tayyorlab qo'ydim dedi-ku, sendagi haromxo'rlar hammangni bitta qilib Allohning o'zi itarib qo'ydi va ikki dunyoda sen haromxo'rlar mana shunaqa xor bo'lasanlar. Shuning uchun sen jinoiy guruhlarning asl joying senlarda, baringni joying turmada va bu dunyoda hali itdek xor bo'lasanlar. Botir Qodirovning basharasi buzilib ketayotganligini ko'ryapsanlarmi? Endi baring bor. Chuqur-chuqur nafasingni olib, kerak bo'lsa sendagilarni hali yer qabul qilmaydi. Mana shu qilgan, millatingni pazor qilganing va qancha nitolga Sherali Jo'rayevni o'ylaysiz. Millionlagan mana shu O'zbekistonda minglagan oilalarni senlar qon qaqqishatyapsanlar. Aynan suddagi haromxo'rlar ikki quloqing bilan eshitib olgin. Toki mana shu Sherali Jo'rayevni qarorini annulировать qilib, xalqdan kechirim so'ramaguningcha, men sen tvarlar, haromxo'rlar haqida videolar chiqaraveraman. Mana shu O'zbekistonda har bitta noqonuniy sudlar qo'lidan
aziyat chekayotganlar barchalaringiz videolarini yuboraveringlar. Bu haromxo'rlarni mana shunaqa qilib izib tashlaymiz. Qani ko'ramiz, кто кого. Mana 9 ta advokatga qarshi kurashgan meni advokatim Azizbekka yonimda turibdilar. Lekin bu ikkinchi tomon aniq bo'ldi, o'sha botir chiqqan odamlardan sudlar qo'rqadi, hukumatda yuqori lavozimlarda ishlaydigan odamlar ham qo'rqadi.